Hammaga assalomu alaykum. Men o'ylab ko'raman, shu videoni ko'rgan 90% odam adashmasam artefaktni anarxiya videosini ko'rgan, to'g'rimi? Lekin unga bedrock versiyadagilar kirolmaydi. O'ynash uchun puzzle launcher tashlash kerak. Puzzle launcher tashlasa, telefonni kutib odamlarning telefoni qattiq qotadi. Men shuni osongina yo'lini topdim. Buni oson yo'li bedrock anarxiya. Men bedrockdan anarxiya qildim. Bedrock anarxiya. Qarayli, baqa paydo bo'lgan payt quriladigan shu 4 ta narsa bo'ladi. Birinchi mana soat nima degani o'zi. Biz bosib turamiz, create new home. Nom qo'yamiz, misol uchun uy. Bo'ldi. Endi house deb belgilab qo'yamiz. Endi qanday, misol uchun set home o'zi ag'dan baqa mana misol uchun o'ynab yurib uylarga qotib qo'ygan paytlar soat ustiga bosib turib, o'sha belgilagan uy deb yozilgan nimadir deb yozilgan bo'lsa, teleportni bossangiz baqa qaytaradi. Buni udalet qilib tashlash uchun ustiga bosamiz. Udaleti bo'ldi. Udalet bo'lib ketdi. Endi bu lekterin nima? Misol uchun ularga birorta boltami, qilichmi, o'sha sotmoqchi bo'lgan narsalaringizni olasizlar. Lekterini ustiga bosasizlar. Qo'limdagi buyumni sotuvga qo'yish deb unga narx berib, yuborish bosasizlar, sotuvga ketdi. Uni boshqa birorta player lekterinni bosib, bozorda xarid qilish ko'rib, xarid qilmaguncha turaveradi. Endi bu nima mana? Inventory shop. Ustiga bosib turamiz. Buy it. Mana bunaqa ZMK degan pul yurib ko'ryapsizlarmi? Bu sizlar o'zlaringiz sizlarni pul. Misol uchun bu etamiz deb narsalar sotib olishimiz mumkin. Mana food farmingga kirib, ovqatlar sotib olishimiz mumkin. Mana har xil ovqatlar bor. Endi mana new update degan joyga kirib, mana mes, qilich, spawner, tuxum, har xil narsalar sotib olsanglar bo'ladi. Endi bu name tag keyinroq tushuntiraman. Endi qanday qilib o'yinga tushamiz? Qaranglar, chatga yozasizlar. Qiyshiq tayoqcha bo'ladi, RTP deb yozasizlar. Bu RTP bo'lgan payt hech qayerga yurmanglar, bo'lmasa ishlamay qolishi mumkin. Mana teleport bo'lgandan keyin mana pastga tushib olasizlar. O'zlaringiz mana shu yoqqa survival qilib bemalol kuchayishlaringiz mumkin. Lekin boshiga qanday tez kuchayib olishingiz mumkin desanglar, spawnga qaytib olaylik. Spawnni ham belgilab qo'yinglar. Spawn belgilab qo'ymasanglar, keyin tepaga chiqish qiyin bo'lib qoladi. Men baqqa warp mine bu. Bemalol warp qilsanglar bo'ladi. Nesa mine qilsanglar bo'ladi mana men baqqa. Baqqa hech qanaqasiga tushib ketib qolmaysizlar, qo'rqmanglar. Mana ko'rib turibsizlar. Har 25 daqiqa bir marta to'ladi. Mana warp to'ldi. Har 25 daqiqaga yo har 10 daqiqaga to'lib turadi. Men buni o'zim avtomatikga bitta tugmachani bosaman, hammasi to'lib ketadi. Buni kim qo'ydi? Uzr, men baqqa adminman. O'shaning kreativ survival bo'la olaman. Mana bemalol baqqa warpga mana qilish lozim mumkin mine. Bundan tashqari baqqa 3x li sindirik, bitta sindirganga 3 marta sindirilgan kirka bor. Yasash unchalik qiyin emas. Oldidan almas, bitta cho'p bilan yasaladi. Endi qaranglar, qanday qilib misol uchun uy qilganlaringizdanki, uyda qanday qilib himoyalash mumkin misol uchun. Uni kimdir ba'zan topib olib buzib ketishi mumkin-ku. O'shani hozir qandayligini ko'rsataman. Hozir qanday qilib uyda himoyalash uchun bizga uchun pad kerak bo'ladi. Pastga tushib olamiz. Hozir pastga tushib olsam ko'rsataman. Suvdan teleport qildik bu ham. Mana patni men misol uchun bitta loop bo'y joyga shuni o'ylaringizni bugirdan bosasizlar. Mana bu belgilarni endi shuni to'g'risidan mana bu create deb bosasizlar. Mana baq ochilib baqdi. Mana shu burchakda sizlarning uy deydi. Kimdir kelib narsalarni sindirib yo olib qo'yolmaydi. Endi do'stlaringizni qanday qilib baqqa kirgizamiz desanglar, mana buni bossanglar, qanday kirgizish, nima qilishlar bor.
Endi mana shuni bosib boqqa bossanglar, boqqa narsalar sotib olishlaringiz mumkin. Faqat donat evaziga. Misol uchun donat case ham bu. Mana donat case. Endi bu donat case qanday ishlaydi degan bo'lsanglar, buni ushlash uchun qo'llaringizga case sokenni olib sunduqqa shunchaki bosasizlar. Mana sizlar narsa beradi. Menga buni berdi mana. Mana ko'rdinglarmi? Yana olib yana bitta bosasizlar. Yana endi ko'z berdimi? Mana endi olmos berdi. Endi qisqasi 1% ehtimol bilan mace tushadi. Full mace, ya'ni yangi qo'shilgan bolg'a borki, o'sha beradi 1% ehtimol. 3% ehtimol bilan mana bu qilichda 5% ehtimol bilan mana kirkani beradi. 0.1% ehtimol bilan bir dona bedrockda blokini beradi. Endi serverga qanday qilib kirib o'ynaymiz deganlar uchun kommentariyaga yoki Telegram guruhda silkasini tashlab qo'yaman. O'shanga kirasizlar. Server qachon yonadi, server silkasi o'shalar hamma ma'lumotlar guruhda bor.